Assalomu alaykum, Centrum Holidays ashaddiy obunachilarimiz. Xudo xolasa 2026-yil iyul oyiga qabullarimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Centrum Holidays tur firmasining qadrli obunachilari. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga iyul oylariga yangi reyslar, yangi yo'nalishlarda, eng asosiysi chegirmali narxlarda siz obunachilarimizga mana shunday umra narxlari necha pul bo'lyapti va shart-sharoitlar qanday bo'lyapti, shular haqida batafsil ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Yaxshi kelibsizmi? Ishlar bilan. Salomat. Zo'r. Rahmat. Hoji aka, hozirgi kunda obunachilaringizga bir qanday yangiliklar qilgansiz va shart-sharoitlarimiz va gastinitsiya oraliq masofalarimiz, taomlarimiz qanday bo'ladi? Shular haqida bir ma'lumotlar berib o'tsangiz. Xo'p, Hoji aka, hozirgi kunda biz obunachilarimizga bugun 29-iyun, xudo xolasa ertaga, ya'ni 30-iyunga katta chegirma e'lon qilganmiz. Ulgurib qolsa, ya'ni bu chegirmamiz 30-iyun kuniga Toshkent-Jidda orqali uchadigan xudo xolasa reysimiz, ya'ni chegirmaga tushgan. Bemalol batafsil ma'lumotlarni telefon orqali beramiz, narxlarni ham aytib ketamiz. Juda ham qulay narxlarda xudo xolasa qilib beramiz. Ulgurib qolsa, kimda-kim iyun oyida yoki shu borishlikni niyat qilib tayyor turgan bo'lsa, xudo xolasa bizga qo'ng'iroq qilasan. Xo'p, iyul oylariga xudo xolasa qabullarimiz ham ochiq. 1-8, xo'p 15-21 hamda 29-iyul kunlariga Farg'ona Jidda orqali haftaning har chorshanba kuniga xudo xolasa reyslarimiz bor. Bemalol xudo xolasa o'zlaringga yoqqan sanalardan telefon qilib bizga joylanib bron qilish imkoniyatiga egasizlar. Qolaversa 7-14, 22 hamda 28-iyul kunlariga esa haftaning har seshanba kuniga Primo Toshkent Jidda yo'nalishida ham reyslarimiz bor. Viloyatlardan, qo'shni davlatlardan yoki musofirdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa ham bemalol qo'ng'iroq qilib o'z joylarini bron qilish imkoniyatiga egasizlar. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqing va joylarini bron qilinglar. Xo'p, Hoji aka, firma tomonidan bir bonuslarimiz ham bormi? Nimalar beriladi? Shularni ham bir qator ko'rsatib. Albatta. Xo'p, Hoji aka, biz hozir firmamiz tomonidan shunaqa bir chegirmali bir narsalar qilyapmizki, imkon qadar bizdan ketadigan odamlar xursand bo'lsin, hamda yengillik bo'lsin, esda qolarli bo'lsin bo'lishligi maqsadida biz firmamiz tomonidan mana bunday aeroportlarda yostiqchalarimizni qo'shib beryapmiz. Bu bonus tariqasida. Bozorlarda 150-200 ming so'm turadi. Buni narxini aytishlik nimasi to'g'ri bas, lekin o'sha bir marta to'lovni ichida bizni hurmat qilib telefon qilgan insonlarimizga mana shunday yostiqchalarimizni qo'shib beramiz. Ya'ni qolaversa mana bunday kamzillarimiz firma tomonidan mana bunday so'mkalarimizni ham beramiz, xudo xolasa. Albatta biz Centrum Holidays'dan ketadigan obunachilarimiz erkaklariga Hoji aka, biz mana bunday qimmatbaho eng yaxshisidan, ya'ni ehromlarimizni bepul tariqasida qo'shib beramiz. Ya'ni bu erkaklarimizga bozor ucharidan baribir olishadi, ketishdan oldin biz shu narsani o'sha to'lovlarni ichida bepul tariqasida, hadya tariqasida, ya'ni bizda esda qolarlik uchun xudo xolasa bunday ehromlarimizni qo'shib beramiz. Xudo xolasa. Demak, bular hammasi bonus tariqasida. Hammasi bonus. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana siz obunachilarimizga bunday bonuslar taqdim qilinib boshlandi va endi hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz bor, Hoji aka? Xo'p, iyul oyiga hozir 1-iyulga joylarimiz soni juda ham oz qolgan. 10 dona joyimiz bor 1-iyulga. Ulgurib qolasan, iyul oyida borishlik niyat qilganlar bo'lsa va qolgan sanalarda ham aytib o'tib ketdik, bemalol joylarimiz bor, qo'ng'iroq qilib joylarni bron qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Centrum Holidays'imizda xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada bo'ladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, albatta qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqinglar, ya'ni Farg'ona va Toshkent yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarda Centrum Holidays bilan birgalikda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Xo'p, Hoji aka, narximiz necha pul endi hozir obunachilaringizga? Xo'p, obunachilarimizga bizni qadrlagan, bizni kuzatib boruvchi, doimiy bizni qo'llab-quvvatlagan obunachilarimizga iyul oyini, ya'ni 15-iyulgacha, 1-iyuldan 15-iyulgacha $1050 qilib beramiz. Farg'ona Jidda hamda Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni $1050 dan qilib beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqing va joylarini bron qiling. Agarda musofirdan kuzatib turgan aka-uka, opa-singillarimiz bo'lsa, Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bemalol bog'lanib aloqaga chiqishlari mumkin. Hoji aka, xudo xolasa obunachilarimiz tomonidan bir 5 ta 10 talik
oilada sinfdoshlar, bir oila a'zolari bo'lib qolsa, yana chegirmalar qilib berasizmi? Albatta chegirma qilib beramiz, telefon qilishaversin. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat.